gadjetli ko'payishi, bola bilan muloqot yo'qolish sababli ham nutqi chiqish arafasida turgan bolajonlarni nutqi orqaga qarab ketishi, juda ham haddan tashqari ko'p mehr berish ham bu xulq atvorida, nutqida, aqliy rivojlanishda orqada qolishga olib keladi. Ya'ni bolada hali tafakkur rivojlanmaganmi, bu holatda televizor, telefon mutlaqo olish kerak. Bola tug'ildimi, kindiyi kesildimi, uni hayotida siz bor yo'g'i 5% bo'lishingiz kerak. Bolaga ham buvisi, bitta ona emas ekanda javobgar, to'g'rimi? Uydagi bor shaxs hali u kichkina, uni qo'ldan kelmaydi, men unga yordam berishim kerak degan pozitsiyada bo'ladi oyijon. Yoshlikdan bermaganmiz, endi bolajonni nima qilib qo'yamiz? Sindirib qo'yamiz. Bolam bo'sh, qilmayapti, ko'pchilikga qo'shilmayapti. Ko'p tanbeh olish bolajonni sinishiga olib keladi. Logopediya nutqida nuqsoni bor va tovush talaffuzida nuqsoni bor insonlar bilan ish olib boradi. To'g'ri diagnostika qilinmaslik oqibatida shu autizm degan vahima kirib keldi. Autizmni haqiqiy sindrom bo'lgani sabab bu diagnozdan chiqib ketish, diagnozni olib tashlash ehtimoli yo'q. O'zimga achchiqib homilador bo'ldim. U ish qilsin, men qilmayman deb homilador bo'ldim. Homiladorlik davrida ham uni xuddi bolasi xuddi qo'lidagidek muomala qilishimiz kerak ekanda. O'g'il bola o'stirayotgan yosh ota-onalarga maslahatimiz bolajonni yoshligidan o'g'il bolaligini tarbiyalashimiz kerak. Hech qaysi bir oilada erkalangan farzanddan hech kim rahmat topmaydi. Shuning uchun har bir rol, har bir jarayon va to'g'ri chegara bu juda muhim. Bu ham bir alohida mavzu. Assalomu alaykum. Hozirgi avlodni o'qitish va tarbiya qilish ota-onalarga qiyinchilik tug'diryapti, chegina. Bunga yechim berish maqsadida bugungi mehmonimiz Zumradxon Saidaslomovna, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Zumradxon, sizga bugungi mavzularimizdan, eng aktual bo'lgan mavzulardan bittasi savollarimizda bolalarning tilini kech chiqishi. Shu haqidagi ota-onalarni juda ham ko'p o'ylantirayotgan savollardan bittasi, chunki 2-3 yoshda ham ota-onalar bolalarini tili kech chiqayotganidan xavotirda. Bundan bir necha 10 yillar oldin bunaqa bo'lmagan. Ana bolalar 1 yoshida gapirgan-ku, hozir bolalarning tili 4 yoshida ham chiqmayapti. Bunga sabab nimalar deb o'ylaysiz? Mutaxassis sifatida fikringizni so'ramoqchi edik. Xo'p, bugungi taklif uchun rahmat. Bolalarning nutqi chiqishi hozir ommalashdi. Ya'ni hozir hamma narsa hammasini ko'ryapmiz, bilyapmiz. Shuning uchun hamma muammolar yuzaga chiqdi. Aslida necha asrlardan biri bolaning nutqi chiqmasligi, nutq muammolari doimiy ravishda bu ustida spetsialistlar, ya'ni mutaxassislar ishlab kelgan. Ya'ni doim shu muammolar o'zi aslida bo'lgan. Yangilik emas, ha. Lekin hozir zamon talabiga va rivojlangan sarimiz bolalardagi muammolar ko'payish ehtimoli ko'paygan. Ya'ni hozir gadjetli ko'payishi, bola bilan muloqot yo'qolish sababli ham nutqi chiqish arafasida turgan bolajonlarni nutqi orqaga qarab ketishi. Chunki hozirgi yosh avlodga nutqdan foydalanish umuman kerak emas. Chunki a desa ma, ya'ni bola yig'lash kerak emas, bola injiqlanish kerak emas, to'polon qilish kerak emas, jim o'tirish kerak. Buni nima jim o'tadi? Telefon yoki televizorlar bilan jim o'tamiz. Chunki telefon bilan muloqot yo'q. Va bu holatda bola ota-onadan ko'ra telefon bilan juda ham ko'p qolib ketishi sabab nutq orqaga qarab ketmoqda. Shuning uchun bu doim bo'lib kelgan, lekin hozirgi kun kelib ishimiz kamaygan, uyda ro'zg'or kamaygan, ya'ni ishlarni hamma o'sha texnika oldi o'z qo'liga. Shuning uchun bolaga e'tibor kuchaydi. Hozir nima qilyapti, turyapti, nafas olyaptimi, o'tiribdimi, yig'lamayaptimi, urmayaptimi va hokazo. Bu giperopeka, ya'ni bola tarbiyasidagi juda ham haddan tashqari ko'p mehr berish ham bu xulq atvorida, nutqida, aqliy rivojlanishda orqada qolishga olib keladi. Shu gadjetlarning ta'siriga qanaqa yechim bersak bo'ladi? Xo'p, gadjetlar ta'siriga yechim oddiy bitta so'z bilan shu gadjetdan voz kechish. Shu bilan ish hal qilamiz. Chunki
Hayotimizda mana karantinni o'tkazdik, Covid davrini o'tkazdik va bir safar yaqinda bo'lib o'tdi, unga ham o'sha yillar bo'lib qoldi, 3 kun svet bo'lmaganligi. O'sha kunni ham yashab o'tdik-ku. Shuning uchun agar oldingizda ekran yoqib turar ekanda, bola bu narsaga moyil bo'ladi. Sizni qo'lingizda turibdimi, ishimni qilib olay, bir pas ko'radi-yu deb o'sha bir pas soatlarga, kunlarga o'tib ketib qolishini sezmay qolamiz. Shuning uchun hozirgi yoshlarda trend bo'lgan televizorsiz yashash yoki tam ekologiyaga yordam beramiz, avtobusda yurish, anaqa o'sha o'zini avtoulovlardan foydalanmaslik. Shunga o'xshab, agar bola rivojlanishda birinchi 5 yillikda televizorga o'rgatilmasa, bola shu ko'nikmada o'sadi va aqliy rivojlanishi ortadi. Misol uchun, Amerikada shunaqa tadqiqot o'tkazishgan, ya'ni bolalarda televizor ko'rgan bola hayoti rivojlanishi va mustaqil televizorsiz yashagan bola hayoti, bir xil oila, bir xil sharoit. Lekin aqliy holati tekshirilganda aynan jismoniy harakatlangan, televizor umuman hayotida ko'rmagan bolada rivojlanish tezroq bo'lgan, televizorda o'tirgan bolada nutqiy holati, aqliy holati orqada qolishdan tashqari sog'lig'ida, uyquda, rivojlanishida injuvlik ko'tarilgani va rivojlanishi orqada qolgani kuzatilgan. Hozir mutlaqo 5 yoshgacha umuman foydalanmaslikni maslahat berasizmi yoki qaysidir holatlarda ma'lum miqdorda, ya'ni qanchadir vaqtlar orasida foydalanib tursa ham bo'ladimi? Mana shunaqa hozir mutaxassislarning bir xillari mutlaqo olib tashlashga ham qarshi. To'g'ri. Bu mavzuda juda ko'p bahslashamiz, ya'ni vrach mutaxassislar bilan ham, pedagog mutaxassislar bilan ham. To'g'ri, hozir televizor ommalashgan, til o'rganyapti devamiz, programmalar o'rganyapti devamiz. Kim o'rganadi? Tahlil qila oladigan bola. Lekin hali tahlil urvini yo'q, nutqi kechikish holati. Endi bunga ko'rsatmalar bor, ya'ni homiladorlik og'ir o'tgan bo'lsa yoki birinchi tug'ilgan davri og'ir o'tgan bo'lsa, tug'ruq davri og'ir o'tgan bo'lsa yoki o'sha 1 yoshgacha davrda infeksion kasalliklar o'tkazgan bo'lishi mumkin yoki qo'shimcha kasalliklari bo'lishi mumkin bolada. Ana shu holatlarda hali bola tahlilga o'tmaganmi, ya'ni bolada hali tafakkur rivojlanmaganmi, bu holatda televizor, telefon mutlaqo olish kerak. Chunki bilasiz, o'zbekchilikda, o'zbek mentalitetida ozginaga ruxsat bersangiz, bu ozgina ko'payib ketish ehtimoli bor. Shuning uchun bizni markazda aynan chegaralangan emas, umuman olib tashalgan. Hozir shuni gadjetlarni o'rnini bosishga tavsiya qiladigan narsalardan nimalar maslahat bergan bo'lardingiz? Xo'p, birinchi o'rinda yo'qligida siz o'zingiz harakat qilishni boshlaysiz. Ya'ni bunga imkon bo'lmaydi. Bola bu kichkina, ya'ni bizdan bir necha barobar kichkina bolakay, ya'ni uni qiziqtirib olish, uni nimadir bilan jalb qilish juda ham oson. Chunki bola inson qobiliyatida nima bor? Ko'nikma bor. Ya'ni ko'nikamiz. Hamma narsaga ko'nikuvchimiz. Ana shu ko'nikmish oqibatida bolajonni bemalol hamma narsaga qiziqtirib olish mumkin. Endi biza o'zi sabrsizmiz, o'zi asabiymiz. Shuning uchun bolani ozgina g'inshishi yoki noto'g'ri harakatlanishi yoki shu suvni to'kishi yoki idish sindirishi yoki kiyimini qirqilishi va hokazo. Bu arzimagan kichik narsalar ota-onani asabiylashtiradi yoki uydagi qaynonani asabiylashtiradi. Va ana shu asablar sabab bolaga bosim o'tkaziladi. Va shu bosim ostida bolajon televizorda qolib ketadi. Endi shu oilada sog'lom muhit bo'lsa, bola yengilliklar o'rganishiga imkon bo'lsa, bunda xotirjam bola yoningizda siz bilan baravar rivojlanadi. Har doim ota-onalarga aytaman, bola tug'ildimi, kindiyi kesildimi, uni hayotida siz bor yo'g'i 5% bo'lishingiz kerak. 95% siz o'zingiz ishlaringiz bilan band bo'lishingiz kerak. Lekin hozir nima bo'lyapti? Bolam nima qilyapti? Nega yig'layapti? Naskizini kiyib qo'y, ko'chaga qalin kiyintirib olib chiq va hokazo. Iloji boricha yig'latma. Shu o'sha holatlar bolajonni qaysar bo'lishiga, injiqlanishiga, televizorga moyil bo'lib qolishiga olib kelyapti. Hozir suhbatimiz orasida bitta mavzu bo'ldi, ya'ni bitta bolani til o'rganishi. 5 yoshgacha bo'lgan bitta bola bitta tildan ortiq,
Ya'ni ikkinchi tilni ham o'rgatish ikkinchi tilni. qanchalik to'g'ri va biz hozir qanchalik to'g'ri yo'ldamiz. Hozir o'quv markazlari bor, xususiy bog'chalar bor. Ular bitta tildan ortiq tillarni bolalarga o'rgatishyapti, masalan, ingliz tili, rus tili, shunga o'xshagan tillarni qo'shimcha til sifatida berishyapti. Shunga qanaqa munosabat bildirasiz? Keling, To'g'rimi o'zi aslida? birinchi normani ko'rib chiqamiz. Hozir hamma narsaga qarshilik bildirsam, bu ham birdaniga e'tiroz qabul qilish o'ziga yarasha qiyin. Shuning uchun birinchi asos ko'ramiz. Normada, ya'ni bola rivojlanish normasi bor. Har bir yosh davri normalari bo'lganda, bir bolani rivojlanish etapida bola 1 yoshga to'lganda уже bolajonda qisqa so'zlar bo'ladi. Va 1 yoshdan 2 yoshgacha davrda bolajonda mintadan so'z ko'payishi boshlaydi. Mana shu davrlar to'g'ri ketgan holatda 3 yoshga to'lganda bolajonga til qo'shish mumkin agar normada rivojlanayotgan bo'lsa, bolada tafakkur rivojlangan bo'lsa, tahlil qila olsa, savol bersa javob bera olsa, mana bu davrda qo'shish mumkin. Lekin tavsiya qilardim hozirgi yosh bolajonlarga, ya'ni agar o'sha televizor ko'rib qo'ygan bo'lsa yoki homiladorlikda og'irlik ketgan bo'lsa, nega bu jarayonlarni yana ko'rsatma sifatida aytib o'tyapman? Chunki bola o'sha og'ir o'tgan holat bolani rivojlanish birinchi 5 yillik davrga ta'sir qiladi. Endi 3 yoshdan o'tgan 4 yoshga to'lgan bolajon normasida nutq komponentlari rivojlanadi. Ya'ni eshitish diqqati, tovushlarni to'liq talaffuz qilishi, ya'ni nutqni to'liq shakllangani deb olinadi. Ana shu davrda til qo'shilishi maqsadga muvofiq. Endi yana bitta asosiy sababi miyamiz tushunish tili bor. Ya'ni miyamiz qabul qilish tili bor. Ana shu til ona tilidir. Shuning uchun qaysi davlat qaysi til qabul qilgan bo'lsa, har bir tilni ona tili bor. Ona tili deb bekorga aytilmaydi. Ingliz tili, rus tili emas, aynan ona tili. Bizda ham ona tili darsi bor, rus tilida родной язык bor va hokazo. Nega ona tili? Chunki miya ana shu tilni tushunar ekan. Chunki ona doimiy ravishda uni yonida o'sha tilda muloqotda bo'ladi. Gapirganda. Endi til aralashganda nima muammo kelib chiqadi, nima uchun e'tiroz bildiriladi deyilsa, aynan hali bolada miyasida tahlil yo'q. Misol uchun suv, voda, water bu bitta narsa ekanligini hali bola anglamaydi. Chunki uni ko'payib ketib qoladimi? U misol uchun shu 3 ta so'zni emas, shunga harakati bilan o'rgansa, suv to'g'risida tushunchaga ega bo'ladi. Lekin 3 ta tilda tushunchani olib ketish bu birmuncha bolaga qiyinchilik tug'diradi. Mana shu joyda bola qiynaladi. Shuning uchun 2 tilli kasallik hisoblanadi. Ya'ni nutqni orqada qolishiga sabab bo'lishdan bitta omildan bittasi hisoblanadi. Rahmat kattakon. Shuni tushuntirayotganda ota-onalar bor-ku, bola bilan o'zini tilida muloqot qilish kerakmi yoki kattalardek ular bilan suhbat qurish kerakmi? Endi bu savolingiz, ya'ni bolani tovush talaffuzini to'g'ri talaffuz qilishga qaratilyapti, ya'ni aniq tovushlarni talaffuz qilishi. Boyaga aytganimizdek, 4 yoshda aniq bola to'g'ri talaffuz qilishni boshlaydi. Agar shu bo'lgan davrda tovush talaffuzlari to'g'ri qo'yilmasa, unda logopedga murojaat qilinadi. Endi u davrgacha qanaqa gaplashish kerak? O'zi aslida tug'ilgan bola shaxs. Unga tug'ilishi bilan shaxs sifatida qarash kerak. To'g'ri muloqot qilish kerak. Chunki biz o'zimiz taqlid orqali nutqimiz chiqadi. Qanday nutq taqlidi qilsangiz, shu taqlidda chiqib qo'yadi nutq. Shuning uchun ya'ni erkalatib, to'g'ri gapirishda chiroyli so'zlar bilan ham erkalatishimiz mumkin. Zumradxon, yana bitta savolim bor edi. Ilgari multfilmlar bo'lmagan. Shu hozirgi multfilmlarni o'rni bosadigan qanaqa yechimlar bersak bo'ladi ota-onalarga? Baribir televizor orqali aytmoqchisiz. Xo'p, to'g'ri, televizor zamon talabi. Hozir zamonaviy bolalar televizor ko'rish kerak. Bu psixikasiga ta'sir qiladi va hokazo. Juda ham olomiymizmi? Shu televizor bilan rivojlanmoqchimizmi? Bola bilan birga o'sha multfilmni tahlil qilamiz. Nima ko'ryapsan? Quyon, kuchuk, nima ko'rayotganini aytib, o'tib bo'layotgan hodisani muhokama qilish. Mana shu orqali ko'rmoqchi bo'lgan o'sha film bo'ladimi, multfilm bo'ladimi yo biron bir hodisa to'g'risidami, u narsani albatta sog'lom nutq bilan, ya'ni ona yoki buvi yoki doda kim bo'lishidan qat'iy nazar bu narsani muhokama qilish
va u tugagandan keyin tanaffus beriladi va boladan yana bitta so'rab olinadi. Shunda o'sha ko'rgan yangiligi mustahkamlanadi. Demak, bolaga hamma e'tibor bilan qarash kerak ekanda. Biz telefonni berib qo'yamiz yoki bolaga e'tiborimizni kamaytirib qo'yamiz-ku. O'zi aslida bolaga ham buvisi bitta ona emas ekanda javobgar, to'g'rimi? Uydagi bor shaxs bola bilan birga katta o'sha muhitda katta bo'layotgan bola o'shan bilan birga hamma u bilan baravar katta bo'lishi kerak. Katta qilishga yordam berish kerak ekanda. Endi to'g'ri. Boyashida aytdim, ya'ni muhit, oilani muhiti bola rivojlanishida juda ham katta rol o'ynaydi. Lekin inson qadriyatida biz hech kimni o'zgartira olmaymiz. Asosiy mas'ul ota va ona. Shuning uchun bir xillarda shunaqa deyishadi, dodasi ruxsat bermayaptilar yo buvisi unaqa deyaptilar yoki bizning uyda boshqacha qadriyatlar, men aytdi hech narsa deya olmayman va hokazo. Lekin siz bizni avlod doda buvimizdan ko'ra ota-onamizning tarbiyasini va ularni nutqidagi ko'nikmani ko'proq eslaymiz doda buvidan tashqari. Shuning uchun bolani hayotida asosiy rol ota-onami, ota-ona instinkti, ota-ona tarbiyasi, harakat taqlidimiz, nutqimiz ularga qaratilganmi, bo'ldi, o'zimizga javob beramiz. Tushunarli. Xo'p, Zumradxon, bolani tilidagi xatolar bo'ladimi? Masalan, bitta so'zni to'g'ri talaffuz qilmasligi yoki o'sha so'zni buzib talaffuz qilishi bo'ladi. Shularga yo'l qo'yib berish kerakmi yoki tuzatib birga u bilan tuzatib ketirish kerakmi yo'llarga? Ya qaysidir yoshgacha deyapsiz-ku, mana masalan 3-4 yoshgacha to'g'ri talaffuz qilish shakllanmasa, keyin logopedga murojaat qilamizmi? Ungacha o'zimiz yordamchi bo'lamizmi yoki yordamchi bo'lib boramizmi o'sha yoshgacha yoki shunday gapirishiga qo'yib beramizmi? Xo'p, bu davrda o'zi qoidasida bolani shakllanishda tep bo'lmaydi 3 yoshgacha. 3 yoshdan keyin bu narsaga e'tibor qaratamiz. Shunchaki so'zlarini to'g'ri talaffuz qilishga, to'g'ri gapirishga, ko'proq she'r yodlashga. Shuning uchun bolani maktabgacha davrida aynan she'rni yodlattirishimiz, ertaklattirishimiz zo'r. Bu artikulyatsion apparatda ham zo'r mashqiga olib keladi. Lekin logoped aralashuvi 4 yoshdan keyin. 4 yoshdan keyin 5 yoshda. Ungacha bo'lgan vaqt mobaynida bolani o'z holiga qo'yish kerak. Uni qiynashimiz shart emas. To'sh agarda mana shu joyda ham shuning uchun tillarni aralashtirishni tavsiya qilmaymiz, chunki har bir tilda, ya'ni xorij tillari deymiz, har bir tovushi talaffuz intonatsiyasi o'zgacha. Shuning uchun boshqa tovush qo'yish orqali intonatsiyani ham buzib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun til aralashtirmasligimiz va tovush talaffuzida 3 yoshgacha va 4 yoshdan keyin logoped mashg'ulotlari boshlanadi. Ungacha tegish tavsiya qilinmaydi. Chunki 3 yoshdan keyin 4 yoshgacha o'zi fiziologik to'g'rilanish davri hisoblanadi. Chunki birinchi o'zi nutq chiqib olish kerak, keyin u shakllanadi. Hozirgi maktab yoshi hozir 6 yoshdan belgilanyapti. Bu qanchalik bolaga ta'sir qiladi? Ya'ni shuni normasi bormi? Ya'ni maktab yoshining normasi bormi o'zi aslida? Va 6 yoshdan qabul qilish, 12 yillik ta'limga o'tamiz-ku. Shuning uchun 6 yoshdan boshlashida zarari yo'qmi bolaga? Ha, bu jahon bo'yicha muammolardan bittasi deb qaraydigan bo'lsak, bizda hali ta'lim dasturini to'liq ketma-ketligi ustida hali ko'p ish olib borishyapti. 6 yosh, ertaga qarab turasiz, 5 yoshdan boshlashingiz mumkin. Boyagi yana normaga qaytamiz. 4 yoshdan keyin bola ilm olishi mumkin. Shuning uchun bola yosh normasiga mos qaysi ilm dargohida bo'lishidan qat'iy nazar u ilm olishga tayyor bo'ladi. Faqat dars nagruzkasi ko'payib ketsa, bolaga bu yuklama og'irlik qiladi. Shuning uchun 6 yoshdan hozir kirayotgan dastur hali tasdiqlangani yo'q, to'liq tasdiqlanmadi. Shuning uchun hozir u dasturni ko'rmasdan nimadir deyishim qiyin. Lekin bolani aynan 7-sinfdagi dastur qo'yiladigan bo'lsa, ya'ni soatlari, vaqtlari xuddi shunaqa belgilanadigan bo'lsa, 7 yoshda fiziologik hali bola tayyor bo'lmaydi, ruhan tayyor bo'lmaydi. Shuning uchun u yerdagi nagruzka menimcha yengillashtirilishi ko'rib chiqiladi baribir. Ruhan deganingizga hozir keyingi savolim. Oilada ota-onani emotsional holati bolaga qanchalik ta'sir qiladi? 100% ta'sir qiladi. Ya'ni onani qo'rquvi, bolani rivojlanishida onani qo'rquvi aynan bolam qilolmaydi degan onalarda qo'rquv bor-da. Hali u kichkina, uni qo'ldan kelmaydi, men unga yordam berishim kerak degan
pozitsiyada bo'ladi oyijonlar. Mana shu pozitsiyada bolani ruhan sindirib qo'yishadi, ya'ni ruhan nogiron qilib qo'yishadi. O'zi kiyinolmaydi, kiyintirib qo'yishadi, o'zi yeyolmaydi, yedirib qo'yishadi va hokazo. Yoki shu zinadan yoki qanaqadir noqulay yo'llar bo'lsa, sразу nima qilamiz? Qo'l ko'tarishadi, ko'tarib olib o'tishadi va hokazo. Yordam bermoqchi bo'lamiz. Yordam bermoqchi bo'lamiz, shu bilan uni himoya qilyapmiz deb o'ylaymiz. Qiziq joyi shundaki, bola katta bo'lgandan keyin, ya'ni go'da katta bo'lgandan keyin bizda talab boshlanadi. Ya'ni u bo'yi baland bo'lsa, o'qish kerak, o'zi ham kiyinish kerak, o'zi ovqatini ham yeyish kerak, o'zi tushunish kerak, o'zi hamma ishni qilib tashlash kerak. Ana katta bo'lib qoldi-yu, boshqa bolaga solishtiriladi-da, go'da katta bo'lgandan keyin talab boshlanadi. Yoshlikdan bermaganmiz, endi bolajonni nima qilib qo'yamiz? Sindirib qo'yamiz. Bolam bo'sh, qilmayapti, ko'pchilikga qo'shilmayapti. Ko'p holatda shunaqa muammolar bilan olib kelishadi. U bolalarda diagnoz bo'lmaydi, shunchaki uyda shu ko'nikmalar to'g'ri qilinmaganda kelib chiqadi. Endi ruhiy holatiga keladigan bo'lsak, ko'p tanbeh eshitadigan bolajonlar bu jarayonda qiynalishadi, ya'ni ko'p tanbeh olish bolajonni sinilishiga olib keladi. Shuning uchun ruxsat beramiz, o'ynaysin, yoysin, birga harakat qilsin, kichik ko'nikmalarni mustahkamlasin. Bolani 1 yoshgacha davrida hojatga, mustaqil hojatga o'rgatish mumkin. Shuni 40 kunlik chaloqqaloqdan o'rgatiladi desam, ko'pchilik hayron bo'lishadi. Ana shu davrdan tarbiya boshlanadi aslida. Endi mutaxassisligingiz bo'yicha savollarga kelib qolamiz o'zi. Xo'p, defektolog va logoped orasida nima farq bor? Kimga qachon murojaat qilish kerak? Har doim biz o'ylaymiz defektolog, logoped bitta odam. Hozir shu defektolog termini aktual tema bo'lib kirib kelyapti. Bundan juda ham xursandmiz. Logopedlar, ya'ni korreksion bo'lim mutaxassislari haqida omma tanish boshlayapti. Bizdagi bo'limlarda qaysi jarayon nimaga javob berishini o'rganishyapti. Bu yaxshi rivojlanishdan dalolat. Chunki ko'p ko'nikmalarni, ko'p diagnozlarni faqat logopedda uzatish kerak deb o'ylashadi. Xo'p, defektologiya bu asos, korreksiyani asosi, ya'ni bolani ham nutqiy holatida orqada qolishi yoki nuqsonlar bo'lishi, bolani eshitishi orqada qolishi, aqliy rivojlanishda orqada qolishi yoki aynan o'sha nutqida soquv, ya'ni nutq chiqmaslik holati, karlik holati, ya'ni har bir defekt deb etilgan shu termindan defektologiya so'zi kelib chiqqan, lekin hozir bu so'z o'zgartirildi, ommalashtirildi, ya'ni maxsus pedagoglar, maxsus o'qituvchi deb nomlandi. Bu 4 ta yo'nalishlardan biri bu nutqni orqada qolishi yoki tovush talaffuzlarini noto'g'ri etolishida bir bo'lim hisoblanadi logopediya. Asos defektologiya. Surda pedagoglar bor, bular aynan nutqi va eshitishda nuqsoni bor bolalar bilan ishlashadi. Aliga pedagoglarimiz bor, bu aqliy faoliyati orqada qolgan bolalar bilan ishlashadi va tifla, ko'zi ojizlar bilan ishlashadi. Aynan shu yo'nalishlardan biri logopediya nutqida nuqsoni bor va tovush talaffuzida nuqsoni bor insonlar bilan ish olib boradi. Shunisi bilan farq qiladi. Endi hozirgi yosh aktual diagnozlar bilan ko'rib chiqadigan bo'lsak, logoped tovush talaffuzida nuqsoni bor bilan ishlaydi. Ya'ni o'sha r, l, s bilgan tovushlarni talaffuz qila olmaydigan insonlar bilan ishlasa va nutqidagi muammolar bilan ishlasa, bu duduqlanish bo'lishi mumkin. Ya'ni tovushni chiqishdagi muammolar bilan ishlaydi. Defektolog esa barcha jarayonlarni qamraydi. Ya'ni bolani o'sha eshitish holati, aqliy faoliyati, xulq-atvori, ijtimoiy hayotga moslashuvi, ya'ni bolani har taraflama kompleks yondashadi. Bu yondashuvda bolajonni har taraflama yoshiga moslab yetkazib beruvchi mutaxassis hisoblanadi defektologlar. Zumradxon, hozirgi mavzuga doir yana bitta savolim bor edi. Meni ham nevaram bor. 4 yoshda. Uni qachon endi logopedga olib boring va qachon defektologga olib boring va buni mashg'ulotlari qanaqa bo'ladi? Shular haqida ham menga ozgina ma'lumot bersangiz o'zim uchun. Necha yosh bolajon? 4 yosh. 4 yosh, lekin talaffuzda ozgina muammolar bor. Boshqa 4 yoshdagi bolalarga nisbatan ozgina tilida defekti bormi yoki hamma so'zlarni shunaqa aytadimi? Unisini ajrata olmayman-da. Kimga olib boring? Ya'ni logopedga olib boringmi? Tushunmayman-da. Onasi tarjimon bo'lishi kerak menga. Shuning uchun
Endi Kimga bor? ikkinchi hech qayerda etilmagan ma'lumotni ochmoqchiman. Maşallah. Chunki defektolog alohida shaxs, alohida mutaxassis, logoped alohida mutaxassis deb o'ylashadi. Aslida bizada Nizomiy universiteti aynan defektologiya yo'nalishi hisoblanadi, ya'ni logopediya yo'nalishi yo'q. Aynan shu defektologiya bakalavriatda biz logopediyani o'rganamiz. Asos defektologiyacha qoladi. Shuning uchun biz mutaxassislar bakalavriat bitirganimizda defektolog logoped bo'lib chiqamiz. Shuning uchun qaysi biriga olib boradiganingizda u bitta shaxs. Ha, ikkalasi bitta Faqat, shaxs. xuddi stomatologiyada asos bitta bo'ladi, yo'nalishlar o'zgaradi-yu, misol uchun xirurgiya tish olish yo'nalishi, tish davolash yo'nalishi, tish qo'yish yo'nalishi bo'lgani kabi bizda ham yo'nalishlar bo'linadi. Shuning uchun har bitta mutaxassis har bir jarayonda mukammal emas, ya'ni qaysidir kasallikda qaysidir yoshda ketadi. Kimdir yosh bolalar bilan ishlayib ketadi, nutqini chiqarishga qiziqadi, kimdir duduqlanish bilan ishlaydi. Ya'ni hammani o'zini yo'nalishlari bor. Ana shu yo'nalishlariga asoslanib mutaxassislar bo'linib qoldi. Shuning uchun o'zi aslida logoped defektologga borasiz va sizni bolangizni yoshiga nisbatan to'g'ri rivojlanyaptimi? Shu rivojlanishda muhit muammomi yoki bolani olish jarayonida muammo bormi? Aqliy faoliyatida nima o'zgarish ketyapti? Shu narsani logoped defektolog sizga baholab beradi. Bu konsultatsiya qiladigan mutaxassisga borishingizni tavsiya qilaman. Chunki konsultatsiyada sizni muammolaringiz va og'riqlaringizni bilib olib, unga to'g'ri marshrut chizib olish kerak. Shunda bolaga to'g'ri va vaqt davriyligi aniq qo'yilgan jarayonda qilingan ish samara beradi. Chunki ko'p holatda bilamiz, yosh bolalar bilan ishlash, aynan logopediya, defektologiya sohasi oylar emas, yillar shug'ullanishni bilamiz, bu davriylik uzoqligini. Lekin mutaxassis sifatida u ko'rsatma bera olish kerak. Ya'ni bitta ko'nikma yoki o'sha nutq chiqish ketma-ketligini aniq qo'yib bera olsa, bu mutaxassisga tayinish mumkin. Agar mashg'ulotni boshlab ketsa, u holatda kulli natija olasiz, lekin u davriylikka yurmaydi va bolada ongli nutq rivojlanmaydi. Shunisi bilan mutaxassisdan farq qiladi. Shu bilan sizga shu 4 yoshdagi bolajonlarni agar 4 ga kirgan bo'lsa, albatta konsultatsiyaga olib kelishingizni va konsultatsiyada men har doim tavsiya qilaman ota-ona ishtirok etishini. Chunki bolani shu yoshgacha o'tgan davr muammolarini ular bilishadi. Shuning uchun bu joyda sal buvijon bilan biza qiynalib qolishimiz mumkin. Demak, o'zini ota-onasi olib borsin. Albatta. Juda ham yaxshi. Muratxon, yana bitta hozirgi dolzarb bo'layotgan deymizmi, autizm kasalligi. O'zi eshitilishi xunuk eshitiladi. Lekin uni ham darajalari bor ekan. Hamda bu boshlang'ich darajada uchrayotgan ekan. Hozirgi ko'pchilik bolalarda boshlang'ich darajalari juda ham ko'p uchrayotgan ekan. Unga qanaqa izoh berardingiz? Qanaqa izoh berasiz? Kasallikni nomi qanday kasallik bo'lishidan qat'iy nazar u qo'rqinchli. Shuning uchun o'zi autizm kasalligi va autizm sindromi hisoblanadi. Bu sindromni hali aniq ma'lumoti yo'q. Ya'ni qaysidir olim tadqiqotlariga ko'ra bu narsa miyani aynan hujayralar mutatsiyasi oqibatida deyishyapti, kimdir genetikaga bog'layapti. Yana bir olimlarimiz buni shizofreniya deb oldin nomlangan, hozir yangi nom bilan shunaqa autizm deb nomlashyapti va unga hozirgi kunda butun dunyo hamma yo'nalishlar o'zicha yechim berishga harakat qilyapti. Genetiklar ishlashyapti, pedagoglar ishlashyapti, psixiatrlar ish olib borishyapti. Lekin hali aniq ko'rsatma, ya'ni aniq tabletka hali bu narsaga yechim topilmadi. Lekin sindromni ishlash jarayoni va o'zi autizm bormi bu bolada degan savol turadi. Hozir bu o'sha siz aytganingizdek ommalashgan hisobiga ko'p bolalarga, ya'ni xulq-atvorda o'zgarish ko'rganimiz hisobiga yoki qanaqadir o'sha autizmni elementlari bor, bir necha turlari mavjud. Ana shu turlardan bir nechtasini ko'rib, bu holat autizm deb baholab qo'yishyapti. Lekin simptomga qarab to'g'ri diagnoz qo'yiladi, lekin hamma simptomlar ham to'g'ri diagnoz chiqaravermaydi. Biz rivojlanayotgan davlatlar qatoriga kiramiz. Shuning uchun hali bizda har bir soha rivojlanish jarayonida. Shuning uchun to'g'ri diagnostika qilinmaslik oqibatida shu autizm degan vahima kirib keldi. Aslida
mani tajribamdan kelib chiqadigan bo'lsam, bu sohada 22 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, autizm xuddi boyagi aytgan kasallarimdek bor holat edi. Bu yangilik emas, lekin noto'g'ri diagnoz qo'yilish juda ham ko'p ommalashib ketgan va bozor iqtisodiyoti deymiz, diagnoz qo'rqinchli bo'lgandan keyin bu holatda ota-onani to'g'ri jalb qilib olish ehtimollari ham yo'q emas. Demak, holat o'zi eskidagidek, lekin diagnoz orqali ko'payib ketdi. Noto'g'ri tashxis. Noto'g'ri tashxis. Va bu holatdan yosh mutaxassislarimiz yoki hali malakasi yetmagan mutaxassislarimiz deymizmi, autizm diagnozi qo'yilganda, mana biz 3 oyda nutqini chiqarib yubordik va autizmni yengdik deyishadi. Autizm haqiqiy sindrom bo'lgani sabab bu diagnozdan chiqib ketish, diagnozni olib tashlash ehtimoli yo'q. Shuning uchun uni korreksiyalash mumkin, hayotga moslashtirish mumkin, lekin mutlaq tuzalib ketish ehtimolidan xoli. Shuning uchun hozirgi kundagi qo'yilayotgan diagnozlarning 99% shunchaki nutqni orqada qolishi va xulq-atvorni buzilishi. Shu jarayonni to'g'irlash bizda ham faoliyat olib boriladi. Birinchi oydan o'zgarib ko'rishadi ota-onalarimizni srazu vohma ketadi. Voy, bizga autizm qo'yilgandi, mana bizda autizm yechildi. Men har doim diagnoz qilish, tashxis qo'yish davrida har doim aytaman, bu bolajonda autizm ko'rmadim va keling biz bu bolani 2 hafta diagnostikaga qo'yamiz. Neyroland markazida 2 hafta diagnostika bor, ya'ni bolani har bir yo'nalishi bo'yicha diagnostika qilamiz va shu holatda aniqlaymiz, bolada haqiqatda autizm bormi yoki autizm spektrlari bo'lsa, hozir ommada RAS deb aytilyapti va yoki RAS elementlari bo'lishi mumkin yoki bu holatda aynan haqiqatdan yoki bolajonda aqli zaiflik keltirayotgan holatlar ham bo'ladi. Shuning uchun раннее развитие deyiladi bizda, ya'ni bolani qancha ilk tashxis qo'yilsa, qancha ilk pedagogik yondashuv aralashsa, to'g'ri tarbiya jarayoni bolani aynan homiladorlikni va tug'ruq davridagi reabilitatsiyalar to'g'ri shakllantirilsa, bu muammolarni oldini olishimiz mumkin. Lekin autizmni davolay olmaymiz. Uni faqat hayotga moslashtira olamiz, xolos. Buni davosi yo'q, lekin buni yo'naltirsa bo'ladi. Qancha ilk harakat qilinsa, men har doim ishlash sistemam qanaqaki, qanday kasallik bo'lishidan qat'iy nazar, bolani qanchalik og'ir holatda kelishidan qat'iy nazar, u nafas olyaptimi, u yurib ketdimi, yurmagan bo'lsa yurg'iziladi. Uni fiziologik holati sog'lommi? Hamma bola qaragandek o'sha boshi, o'sha qo'li, o'sha oyog'i bormi? U harakatlanyaptimi? Ovqat yeyapti, ya'ni ayrish, ya'ni modda almashtirish sistemasi ishlayapti, yuriga uryapti, bo'ldi, bizga shu narsa yetarli. Men o'sha bolani qaysi holatga kelganini aniqlayman va shu holatdan ko'nikma to'ldirib borish orqali o'sha kunlik qilingan ish jarayonlarida katta natijaga erishaman. O'zi necha yoshlardan boshlab sezilishi boshlaydi bu? Tug'ilgandan muammo aniqlanadi. Nega tug'ilgandan, hattoki homiladorlikdan bu muammolik ko'rilishi mumkin. Bu oson, ota-ona ko'zi bilan ko'ra oladi va xohlardimki shu narsa ustida profilaktika ishlari olib borishni va bunga loyihalar, xudo xolisa hamkorliklar ishlashimizni xohlardim. Negaki homiladorlik hozirgi kunda juda ham muammo va og'ir o'tish holatlari, bu narsaga ruhan tayyorgarlik bo'lmasligi, jismonan tayyorgarlik bo'lmasligidan kelib chiqadi. Xo'p, endi diagnozga qaytamiz, uzoqlashib ketmaymiz mavzuyimizdan. Ya'ni o'sha homilador bo'lish davriga xoh qiz bo'lsin, xoh o'g'il bo'lsin, o'sha ikkita avlodni holati, o'sha fiziologik yoshi to'g'rimi, ruhiy holati sog'lommi, har taraflama tayyor ekanligini to'g'ri qo'yilsa va bu jarayon to'g'ri tashkil bo'lsa, ya'ni dori vositalari ta'sirida emas, sog'lom muhitda homilador ayolni to'g'ri rivojlantirilsa, bunda shu muammolarni juda ham bir
bo'lish ehtimoli pasayib 90% ketadi. olish mumkin. Chunki homilada aynan mana har bir davrda eshitgansizlar, ya'ni qaysidir davrda ko'zi shakllanayotgan ekan, kipriklari shakllanibdi yoki qo'llarida barmoqlar shakllanayapti degan terminlarni eshitgansizlar. Endi jet terminologiyaga ketmayman, chunki ota-onalarimizga bu narsa qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Nima demoqchiman? Homiladorlik davrida aynan 9 oy o'sha bitta hujayra davridan boshlab bolani aynan nerv sistemasi shakllanish davri hisoblanadi. O'sha naydan orqa miya nay holatida bo'ladi. Shu naydan bolani 9 oy har bir kunida nerv sistemasi shakllanadi. Shu davrda har bir onani ruhiy holati, uni uyqu holati, ovqat yeyishi-yu o'zini qanday his qilishi hammasi bolada aks etadi. Shuning uchun aynan xrustalniy davr deymiz. Buni bilmadim qanaqa tarjima qilishimiz mumkin. Aynan shu xrustalniy davrni, shaffof davrini nozik davr va bu noziklikni ham me'yorida ushlashimiz kerak. Ya'ni me'yordan o'tkazib yuborishimiz ham noto'g'ri muammolar kelib chiqadi. Nima qilamiz hozir? Misol uchun qiyin mehnat yo'q, to'g'ri? Lekin ozgina noto'g'ri bo'ladimi bu? Men endi ko'p holatda shunday deb qo'ya qolaman, yengiltaylik. Ya'ni men hozir homiladorman, menga hech narsa mumkin emas, men yotishim kerak, men hamma narsa yeyishim kerak. Ya'ni meni shu narsaga tortyapti. O'sha gazirovkalar ichligisi, telefonda ko'p o'tirishligisi, ko'p uxlashligisi, hattoki ko'p uxlasham deysiz. Albatta. Ya'ni har bir narsani me'yori bor. O'sha tarbiyaviy holatni buzilishi menga asabiylashish mumkin emas va hokazo va arzimas narsadan o'sha asabiylashish onaga, homiladorlikka ta'sir qiladi va muammo keltirib chiqaradi. Misol uchun bitta keys aytaman. Bir kun oyijon keldilar, bola haqiqatda aqli zaif, u bolada 100% ga bolani olib chiqish уже mumkin emas. Bu narsani to'g'ri qanaqa qilib aytolmaymiz. Buni ketma-ket tushuntirib boramiz. Nima holat bo'lgan? Oilaga o'sin tushgan. Shu o'singa bo'layotgan munosabat bu oyijonni har bir kunini stressda o'tkazgan va bolani tonusga tushirib qo'ygan. Buni oqibatida oyijonda davleniya ko'tarilishi, ya'ni qon bosimi ko'tarilishi, hattoki o'sha o'qiga o'rilishi va hokazo juda ham og'ir holatda homiladorlikni o'tkazganlar va bola o'zini hajmini ola olmagan hattoki. Bu yerda ko'rildi, onada genetik kasallik yo'q. Onada o'sha homiladorlikka bo'lishi mumkin bo'lgan qandaydir bir omil yo'q. Qolgan farzandlarda, ya'ni katta farzandlarda ham muammo yo'q. Aynan shu narsa tonusda o'tgani ko'rib chiqildi va bu narsani o'zlari aytib turibdilar. O'sinimga achchiq qildim. O'sinimga achchiq qilib homilador bo'ldim. U ish qilsa men qilmayman deb homilador bo'ldim. Ya'ni nimadirlarni oddiy hayotimizdagi o'sha bitladib butun bolajonni shunaqa holatga olib kelib qo'yish, bu menimcha juda ham bir nima desa bo'ladi, noto'g'ri holat va juda achinarli holat. Endi bir umr ota-ona afsusda shu bolani qanaqa qilib olib chiqaman deydi. Shuning uchun bola bizani aksimiz. Bolani qanday tarbiya qilishimiz keyingi hayotda uni qanday yashab ketishi bizga bog'liq. Ya'ni ota-onaga bog'liq, bu ota-ona mas'uliyati hisoblanadi. Ko'p holatda nima deymiz? Bolam san meni yuzimsan, uyaltirib qo'ymagin va hokazo, ya'ni doimiy ravishda bolani to'g'ri tarbiyalashga olib kelamiz. Ikkinchi masalada esa nima deymiz? Ota-onang baraka topsin yoki ota-onangga rahmat aytamiz va rahmat eshitishni xohlaymiz. Bu uchun biz o'zimiz shu tarbiyaga mos bo'lishimiz va shu uydagi o'sha bitlada, o'sha ota-ona urushida hozir ommalashib ketdi. Hattoki shu telefon orqali ham o'zligisini ko'rsatishadi. Men bugun erim bilan anaqa qildim. Arazlashdim. Nima deb o'ylaysizlar? Qanaqa qilib mendan kechirim so'rasinlar? Menga gul olib keldilar, men olmadim.
to'g'ri, hamma narsani ommalashtiryapmiz, lekin bu bola keyingi avlod tarbiyasida qanchalik xulq atvorida muammo kelib chiqishiga, rivojlanishda muammo kelib chiqishini ko'z bilan ko'rmaymiz. Keyin xafa bo'lamiz. Nimaga bolam bunaqa gap qaytaryapti, nimaga bunaqa muammo kelib chiqyapti deb o'zimiz bizda o'zi hozirgi oilalarda o'zi bola tug'ilgandan keyin tarbiyani boshlashadi o'zi aslida. Demak, sizni gaplaringizdan kelib xulosa qilib chiqaman, men homiladorlik davrida ham uni xuddi bolasi xuddi qo'lidagidek muomala qilishimiz kerak ekanda. Shunaqa bola bilan gaplashamiz, homilador ayolni asrash kerak, unga tayyorlanish kerak, ham ruhan, ham jismonan tayyor bo'lish kerak. Shunda ona mas'uliyatli ravishda shu 9 oylikni chiroyli o'tkazadi. Ya'ni kasalman deb emas, o'sha sog'lom uyqusi muhim, o'sha harakati muhim, har bir jarayoni muhim, ovqatlanishi va boshqa jarayonlari ham juda ham muhim hisoblanadi. Va keyingi yana muhimlik darajasi homiladorlikni chiroyli o'tkazamiz, lekin tug'ruq davrini og'ir o'tish. Bunda ham harakati chegaralangan, hozir mana yosh avlod 12 yosh o'quvchi qizlarimiz oladigan bo'lsak, o'sha hayz davrlarining buzilishi ham, ularning jismoniy holati noto'g'riligi ham aynan tug'ruq davrida o'sha tos sohasini ochilmasligi, ya'ni elastichность yo'qligi shu tug'ruq davrini og'ir o'tishini bir misoli. Ikkinchi misoli gormonal buzilishlar. Hozirgi yoshlarda ham. Albatta, hozir mana endokrinologiya rivojlanib ketdi. Nimani hisobiga? Gormonlar buzilishi hisobiga. Asos rejim. Uxlamay qo'ydik, to'g'ri ovqatlanmay qo'ydik. Gadjetlarga bog'lanib qoldik. Nimadir bo'lsa asabiymiz. Juda ham kortizol ko'payib ketdi. Hozir terminologiyani tushunmaydi deymiz-ku, lekin hozirgi yosh avlod terminologiyani juda ham yaxshi, sizdan yaxshi bilishadi. Shuning uchun har bir yosh davrida bo'shashish mumkin emas. Doim tarbiya, rejim, shu bilan muhitni chiroyli qilsak, sog'lom avlod tarbiyalashimizga va sog'lom muhit bo'lishiga sabab bo'ladi. Homilador kelinglar, o'zinglar ansiranglar. Homilador bo'lish ham bu bir ilm, bu bir san'at. Hozir demak bizga o'zi aslida-chi qizlarni kelinligiga tarbiyalaydigan, ham nafaqat u faqat pishirib kuydirga tayyorlaydigan emas, o'zi aslida ruhiyatini, ko'nikmalarini hosil qilishga tayyorlaydigan maktab ham kerak ekan. O'zimiz tushunib qo'yamiz. Xo'p, shu joyingizga eslatma, ko'p rivojlangan davlatlarda bu o'quv kurslari mavjud. Ya'ni onalikka tayyorgarlik bo'ladi, keyingi davr esa homiladorlik davrida onalikka tayyorgarlik bo'ladi. Bu ikkita umuman bir-biridan o'zgacha davr hisoblanadi. Endi shu narsalar u yerda yaxshi rivojlangan. Bizni dasturlarimizga ham kiritilgan. Bizda aynan mahallada shunaqa darslar shakllantirilgan va o'sha oilaviy poliklinikalardan mutaxassislar, vrachlar, pediatrlar, pedagoglar biriktirilgan. Lekin e'tibor kam. Yo'q, misol uchun agar mahallangizdan kimdir kelib, keliningiz darsga chiqsin mahallaga desa, qaynona qaysi случайda, qaysi holatda chiqaradi. Ko'p holatda o'zim tarbiyalab olaman deymiz. O'qishlarga unaqa e'tibor kam qaratamiz, o'zimiz bilamiz. Biza o'qimay katta bo'lganmiz. O'sha siz ham biza kelinlikni o'tkazganmiz. Lekin u muhit bilan hozirgi muhit o'zgacha farq qiladi. Misol uchun, men hozir mutaxassisligimdan kelib chiqib, nimaga bu mavzuga, bu podkastga o'zi aslida rozi bo'ldim. Bizdagi aynan zadержка oiladagi muhitdagi o'sha ruhiy holatdan kelib chiqadi. Ko'p to'g'ri, bola orqada qolish bo'ladi, lekin muhit to'g'ri shakllansa, u shundoq ham to'g'rilanib ketish ehtimollari bor. Endi qaysi davriyligiga qarab albatta. Shu holatda nima deyishimiz mumkin? Endi kasallikni ham aytib o'tadigan bo'lsak, ZPR deydi ommada, ya'ni задержка психоречевое развитие. Bolani aqlan va nutqan orqada qolishi. Mana shu holat hozir juda ham ommalashgan. Qiyin muhit kuchli insonlarni tarbiyalaydi. Yengil muhit kuchsizlarni tarbiyalaydi. Shuning uchun bola nimaga hozirgi yosh avlod o'qigisi kelmayapti, nimaga mehnat qilgisi kelmayapti? Hamma narsa bor, hamma narsa bisyor. Mana bu bisyorlik
muammo keltirib chiqaradi. Tanqislik esa unga ehtiyoj, unga harakat keltirib chiqaradi. Shuning uchun bola rivojlanishida o'sha homiladorlarimiz o'z homiladorligiga e'tiborli bo'lishida aynan shu narsalarga shukrini keltirgan holatda to'g'ri yondashilsa, bu o'ylaymanki oson va tez yechim topishi mumkin. Va xohlardimki, bola tug'ildimi, albatta logoped, defektolog ko'rigiga olib kelishligingizni tavsiya qilaman. Bizni markazda aynan mani konsultatsiyamda 40 kunlik chaqaloqni tashxis qilamiz va unga oyiga ko'rsatma beramiz. U bola mashg'ulotga qatnashmaydi albatta, lekin ona shu narsani to'g'ri ko'rsatmalarini olish orqali birinchi yosh davrini to'g'ri shakllantirib olsa, u yog'iga ish osonlashadi va tez bu narsaga yechim bo'ladi. Maktab yoshiga yetganda bu muammolarni, ya'ni sizlar korreksiyani tug'ilishi bilan boshlab berasizlar, ota-onani tayyorlab, ularni maktab yoshigacha olib borguncha sizlarni sizlarni ko'rsatmaylarda yuradi. Lekin afsuski, qoidasida shunday. Lekin bizda korreksion maktab mavjud. Amalda bola maktabga chiqarib qo'yishadi, o'zi eplab ketadi, gapirib ketdi, bu yog'iga o'zi nima qilsa qiladi. Maktabda 11 o'qiydi-ku, o'sha grammatikasini ham, boshqasini ham o'rganib oladi deb o'ylaydi. Va birinchi sinfda o'yin qaroqli bilan tugatadi va u holatda nima qilamiz? Necha bu bitirdi, ikkinchi sinfda eplab ketadi, qaytadan o'qiydi deb o'ylaymiz. Lekin birinchi sinf dasturi ikkinchi sinf dasturi bilan o'zgacha farq qiladi va u dasturda o'qituvchi mas'ul emas bolani qaytadan birinchi sinf dasturini o'zlashtirishga. Chunki u mas'ul aynan ikkinchi sinf shu guruh sinf o'quvchilariga shu dasturni o'tishi shart. Shunaqa holatlarda sizlarga olib kelingan bolalarga qanaqa yechimlar berasizlar? Bizaga ikkinchi sinfda yoki yaxshi ehtimol bilan o'sha birinchi sinfni o'rta davrida o'zlashtiraman deb chiqib kelishadi yoki ikkinchi sinfda olib kelishadi. Biza u davrda ota-ona bilan to'g'ri ish olib boramiz. Yana bizning mentalitetimizga borib taqaladi. Ya'ni bolasini qaytadan birinchi sinfni o'qitishni tavsiya qilamiz. Lekin nima deymiz? Yo'q, mani bolam ikkinchi sinfga chiqishi shart. Tengdoshlardan orqada qolib ketadi degan. Ketmasin. Odamlar nima deydi? Shuning uchun hozir biz bu bolani sizga ham beramiz, siz ham o'qitavering, ko'proq kelsin, ikkinchi sinfda o'zlashtirursin. Endi qaranglar, bu bolacha o'zi o'sha birinchi sinf dasturini o'zlashtira olmayapti-da. U ikkinchi sinfda o'tirish kerak ekan. Bu yerda o'sha kunni o'zida ham birinchi sinf yetkazish kerak ekan, ham ikkinchi sinf yetkazish kerak ekan. Shuni aytaman har doim. Keling, shu o'pitni sizni qilamiz deyman. Ya'ni siz shu narsada qanday o'zingiz ko'rasiz? Ham boshqadan talab qilish oson, boladan talab qilish oson aytamiz. Lekin shu ko'nikmalar o'zimizda shakllanmagan-ku. Bu bolani holatiga tushishimiz kerak. Chunki ruhiy holati sinib qolsa, bolajon darsni qabul qilmaydi. Ikkinchi masala, miyani himoya reaksiyasi ishlaydi. Miyani himoya reaksiyasi nimaki? Biz qanaqadir stress olsak, ya'ni organizmimiz stress olsa, himoya reaksiyasida yo xotira yo'qotamiz, yo ishlamasligi. Ya'ni to'xtatadi, himoya qiladi. Bo'ldi. Ya'ni ko'p holatda ko'rganmiz, kimdir hayotida og'ir holatni kuzatgan bo'lsa, yo xotirasi yo'q qoladi o'sha vaqtda, yo hushidan ketadi, yo aqli nosog'lom bo'lib qoladi. Bu bejiz emas, ya'ni bu organizmni nerv sistemani himoya reaksiyasi. Agar biz noto'g'ri ko'nikma nagruzkasini, ya'ni ko'p ko'nikma berib qo'ysak, bu ustama bolaga, ya'ni bu holat qiyin bo'ladi va bolada teskari reaksiya ishlaydi. Shuning uchun hozirgi yosh bolalarda, yosh o'smirlarda o'qishga teskari bo'lyapti. Chunki ularni birinchi 5 yilligida, birinchi 7 yilligida deylik, juda ham katta nagruzkada, keyin bolajonda bunga ehtiyoj to'yinib ketgani hisobiga keyingi 6, 7, 8 sinflarni o'qimaydi deyapti. O'qimay qo'yadi. Ayni o'qish kerak bo'lgan muddatda u o'qish to'xtatib qo'yadi. Shunaqa. Endi bunga yana bitta kes, bu ma'lumotlar aynan psixonevrologlar yoki psixoterapevtlar tomonidan beriladi.
Man aynan hozir shu narsani, shu mavzuni ochmoqchiman. Buni yaxshi tushunib olishimiz kerak. Mani soham aynan baribir meditsinaga borib taqalgani uchun o'zim qiziqaman psixonevrologiyaga va shu sohada zo'r bir keys bor. Bolani birinchi ilk davri uni tana vazni yig'ishga ishlaydi. Va energiya aynan tana vazniga ketadi. Shuning uchun bolani e'tibor bergan bo'lsanglar, birinchi 1 yilligida uni vesini o'lchab borishadi, tana vaznini o'lchab borishadi. To'g'ri o'syaptimi, yoshiga mos o'sha oyiga to'g'ri yetib boryaptimi, ya'ni kam emasmi? Bu energiyani aynan tanaga yetkazishdi. Ikkinchi bosqichda aynan aqliy rivojlanishga ketadi. Shuning uchun bolani 5 yoshgacha 70% informatsiyani oladi degan joyi aynan shu davr, ya'ni bolani aqliy jarayoni, tahlil jarayoni, o'sha geniy bo'lishi deymiz. Ana shu davrda bolani energiyasi aqliy faoliyatga ketadi. Shuning uchun ko'p o'rganish kerak o'sha davrda, to'g'ri ko'nikmada. Ya'ni 2 yoshdan keyin. 1 yoshdan boshlab 5 yoshgacha davr. Bu nutq komponentlarning to'liq rivojlanishi, tasavvur rivojlanishi, tafakkur rivojlanish davri hisoblanadi. Ya'ni nutq chiqish etapi bu. Agar bolada 5 yoshgacha nutq chiqmasa, nutqni orqaga ketish davri bor. Xohlagan davringizda nutq chiqara olmaysiz. Nutq orqaga ham ketadimi hali? Albatta. Aqliy faoliyat ham orqaga ketish davri bor. Mana biz hozir qarish davridamiz. Ya'ni biz yosh boladagi tez o'zlashtira olmaymiz. Bizda ham aynan aqliy rivojlanishni mashq qilib turmasak, bizda ham miya qotib qoldi deymiz. Ana o'sha holat bo'ladi. Va shuning uchun mavzudan chiqib ketmaymiz. Bizda bolani 1 yoshdan 5 yoshgacha davri nutqiy aqliy rivojlanish davri, aktiv rivojlanish davri. Bolani energiyasi aynan shunga ketadi. Shuning uchun neyrogimnastikalar, shuning uchun rejim, shuning uchun bolani uyqusi muhim deb aytilishi shunga. Chunki miyani oziqasi bu uyqu, sog'lom uyqu. Bu haqida yana bir ko'rishganimizda yana bir aytaman, chunki bu alohida mavzu. Xo'p, endi bolani energiyasi aynan shu jarayonga 5 yoshgacha ketsa, 5 yoshdan 8 yoshga davrda aqliy rivojlanish, tahlil jarayoni boshlanadi. Va 8 yoshdan 12 yosh, 14 yoshgacha aynan jinsiy rivojlanishiga energiyasi ketgani sabab bolani aqliy holati suslashadi. Bermagan bilimimizni, ko'nikmamizni bola o'zlashtira olmaganini talab qilish etapi ruhiy bosim boshlanadi. O'zimiz bermasdan turib talab qilishni boshlaymiz undan. Ayni shu bosqichda bolada aynan jinsiy rivojlanish davri bo'lgani uchun bolajonda aqliy faoliyat nima qiladi? Birmuncha suslashadi. Shuning uchun o'zimiz ham doim har bitta narsada ma'lumotni mustahkamlash uchun keys berib ketyapman. Siz 4-sinf, 5-chi, 6-chi, 7-sinf davr dasturini to'liq eslamaysiz. 1-sinfdagachalik, 9-sinfdagachalik. Nega? Chunki bu dastur aynan bolani psixik holati, ruhiy holatiga moslab osonlashtirilgan. Shuning uchun bu davrda bolani yangi ko'nikma, yangi fan qo'yish emas, bor holatda mustahkamlash tavsiya qilinadi. Chunki energiya qaysi yo'nalishga ketayotgan bo'lsa, u davrda nevroz kirgizib qo'ysak, bu ayniqsa o'g'il bolalarda bepushtlikka olib kelib qo'yadi. Hozirgi kunda endi bizda ommalashyapti, chet elda bu juda ham ommalashgan. Bizda ham sezilarli darajada ommalashmoqda, ya'ni o'g'il bolalarda bepushtlik holati. O'zi o'g'il bolalar qiz bolalarga nisbatan ijtimoiy hayotga moslashuvi nozikroq davr va zaifroq o'tadi. Ularda aqliy faoliyat rivojlanadi. Bilamizki, o'g'il bolalar, erkaklar bizlardan aqlli hisoblanadi. Sabab ularda aqliy rivojlanadi, ijtimoiy sustroq bo'ladi. Mana shu sabab bolajonda, ayniqsa o'g'il bolalarda shu 8 yoshdan 14 yoshgacha davrda ruhiy holatiga tegish mumkin emas. Shuning uchun bor o'zlashtirayotgan dasturini o'zlashtiraversin. Shu davrdan o'tib olgandan keyin, ya'ni 14 yoshdan keyin unga shu ko'nikmalar kerak bo'lsa, o'qib oladi, ulguradi. Mana hozirgacha men o'qiyman. O'sha yoshim magistraturada o'qiyotgan bo'lsam, o'zimdan 10 yosh kichkinalar bilan o'qiyman. O'zimga kerakmi? Hozir o'qiyman va manfaatli o'qiyman.
nima keragi bor manfaatsiz o'qishni bolaga majburiy kiritish. To'g'ri, bolani majburlashimiz kerak, u o'zicha o'qimaydi, lekin majburlash bilan uni yo'naltirish ikki xil narsa. Bolani qobiliyatini ota-onachalik hech kim bilmaydi. Agar shu joyda qiyinchilik bo'lsa ota-onada, unda mutaxassisga yo'naltirsin. Psixologlar, defektologlar bu holatni bolada baholab berishadi. Qaysi holatga bolajon moyilligini ko'rsatib berishadi. Shuning uchun o'zi asos maktab dasturi. Ana shu dasturda birinchi boshlang'ichda xorijiy tillar murakkab kirmaydi. O'zi xorijiy tillar nimaga kerak degan savol bor. Mana endi xorijiy tillarga qaytamiz. Xorijiy tillar nimaga kerak? Xorijiy tillarni biz hayotimizda qachon qo'llaymiz? Ishlashga kirganimizda, IELTS olishimiz uchun, chet elga ketishimiz uchun shu holatda kerak. Bu qaysi yosh? Necha yoshda kerak? Va hozirgi xorij tillarini o'rgatadigan markazlar juda ham ko'p va ommalashgan va 1 yilda deyapti. Mana kechagina e'lon ko'rdim, 3 oyda IELTS olamiz. Ya'ni aytmoqchimanki, bola tahlil yoshida u bolaga kerakmi? U 3 oymi, 6 oymi albatta o'rganib oladi. Shuning uchun u bolani yoshligidan xorij tillarga berib, yoshligidan qiynash kerak emas. Lekin kichik ko'nikmalarda to'ldirishimiz mumkin. Agar bola shu ko'nikmaga tayyor bo'lsa. Sizlarga qarshilik qilib qo'ymadim? Yo'q. To'xtatib qo'ymadim? Yo'q, ani kits yo'qotaman deyotgansiz. Xato. Diagnostika qilib berib, men qo'yib bersanglar, bemalol. Oladi, omidini ajratib bersam, yana ham manfaatli-da, ota-onaga haqiqatda kerak emas, to'g'ri filtr qilib olsak, o'ylaymanki, bir-birimizga konkurent emas, bir-birimizdan chunib ishlab ketardik. Biz ham shunaqa qilmoqchimiz. Hozir markazimizda defektolog qo'yib, uni suhbatidan o'tkazib, keyin bolani olmoqchimiz. Xo'p, shu joyingizga qo'yish hamma mutaxassis ham diagnostika bilan shug'ullanmaydi. Sizdan shogird olsak-chi? Siz tavsiya qilarsiz bizga? Men konsultatsiya diagnostikani tavsiya qilgan bo'lardim. Ishinglar osonroq va oson yechim olar deydi shunda. To'g'ri ko'rsatma olar deydi. Demak, yo'naltirib olishimiz kerak. Albatta. Tushunarli. O'shani to'g'ri ko'rsatma qilib beramiz. Faqat rozi bo'lishimiz kerak. Bu bola agar sizlarga to'g'ri kelmasa, Keyinroq boshlashiga. Bizda shunaqa hamkorliklarimiz bor. Maktabgacha ta'lim muassasalari bilan, xususiy maktablar bilan, ular bilan to'g'ri qadriyatlar qo'yib olganmiz. Shuning uchun bu narsada oson va to'g'ri yechim berganimiz uchun u yerda jarayonga ham xalaqit bermaymiz, bizning jarayonga ham xalaqit berishmaymiz. Bizani kitsga kelish uchun ham o'zi Zumradxonni klinikasidan bitta o'tib kelish kerak ekan. O'zi qoidasida, standartida har bir bola hattoki maktabga tayyorlov muassasasiga borish uchun ham komissiyadan o'tadi. Komissiyadan o'tgan bola maktabga yoki o'sha bog'chaga yoki o'sha qaysi yo'nalishga bo'lsa qabul qilinadi. Hattoki ishga kirayotganingizda ham siz komissiyadan o'tasiz. Spravka olib berishingiz kerak. O'zingizni aqliy faoliyatingiz bo'yicha, sog'lig'ingiz bo'yicha. Bu hammasi bekorga qo'yilmagan. Endi to'g'ri, xususiy ommalashdi. Lekin endi struktura rivojlanishga kelyapmiz. Faqat aytaman-ku, to'kilish filtriga rozi bo'lishimiz kerak. Bizi asosiy maqsad o'zi aslida rivojlantirish-ku, shuning uchun. Bu faqat yaxshilikka ishlaydi. Men ham filtr qilaman. Men ham bo'lib olmayman. Misol uchun mana oxirgi kecha konsultatsiya, 36 ta konsultatsiyadan kecha hisobot berishdi. 16 ta bola qabul qilganmiz. 20 tasiga rozisiz? Конечно. Chunki bitta narsa, noto'g'ri muhitda noto'g'ri o'tirgan bola bu tashqari va o'sha guruhga va o'sha mutaxassisga nevroz beradi. Bu o'sha muhitni buzadi. Shu narsada aytamanki, o'zi nutq kechikishi, tovush talaffuzidagi muammolar 90% o'g'il bolalarda uchraydi. Markazimiz asosan o'g'il bolalarga xizmat ko'rsatadi. Qizlar kam. Chunki ijtimoiy hayotga moslashish tez moslashamiz, tez adaptatsiya bo'ladi va bu holatda biz ayollarda, qizlarda nutq chiqish tezroq amalga oshadi. O'g'il bolalarga har doimgidek yordam, ko'rsatma, ko'nikma kerak. Shuning uchun o'g'il bolalarimizni asraylik, ularni har bir yosh davrida e'tiborli bo'laylik va ularni aynan erkaklik shaxsiyatiga tegib qo'ymaylik. Shuning uchun o'g'il bola o'stirayotgan yosh ota-onalarga maslahatimiz, bolajonni yoshligidan o'g'il bolaligini tarbiyalashimiz kerak. O'zi kiyinsin, yiqilsa o'zi tursin, o'zi uxlasin, o'zi rivojlansin. Har bir jarayoniga o'zi javob berishiga qo'yib berishimiz kerak.
Bu albatta kichik qadamlarda sabr bilan bu narsa o'sha onalarimiz tarbiya jarayonida, otalarimiz tarbiya jarayonida sekin astalik bilan hosil bo'ladi. Va shu jarayonda bitta narsani aytib o'tardimki, ota-ona bolani tarbiyasida, uni rivojlanishida juda ham katta rol o'ynaydi va shuning uchun bolajonni aynan tarbiya holatida birligisi urushganda birligisi himoya qiladi. Biza ko'p holatda aybdor qidiramiz. Mana onalar keladi, adasida erkalatadi. Hamma gapingiz adasiga. Yoki ada keladilarda, oyisida hech qayerga qaramaydi yoki oyi aybdor. Nima bo'lsa oyisi qilib beryapti. Men aytaman shu bolani shunaqa qilmagin deyman. Agar aybdor qidirsak, aybdor har doim topamiz. Lekin aybni o'zimizda qidirib, shu ko'nikmani o'zimizda shakllantira olsak, bu narsaga oson yechim beramiz. Qachonki ona to'g'ri muhit o'zi yasasa, ruhiy holatini o'zi nazoratga olsa, atrof ham shunga moslashadi. Erkak kishi ham, oila a'zolari ham shu tarbiyaga moslashadi. Ko'p holatda eshitganmiz bu narsani ham. Ya'ni buni bolasiga, bu kelinni bolasini ko'tarmalaring. Bu ko'tartirmaydi. Yoki bu kelinni bolasiga chaynab og'ziga solmagin. Yoki bu kelinni bolasiga shirinlik berish mumkin emas. Nimadan kelib chiqyapti bu gaplar hammasi? Ya'ni ona qanaqa qadriyat qo'ygan bo'lsa, hamma shunga nima qilar ekan? Bo'ysunadi. Moslashar ekan. Shuning uchun ko'p holatda bahonalar bilan kelishsa, men har doim hamma narsani bahona to'g'rilashimiz mumkin deb bemalol ayta olaman. Chunki o'rtada bolajon hayoti, bolajonni mustaqil hayotiga moslashib ketishi va mustaqil bo'lib shakllanishi hammamizni majburiyatimiz va mas'uliyatimiz deb bilaman. Hayot shunaqa, hayot qiyin, hayot tez, hayot bugun yashashimiz kerak. Yana bitta muammoni olib chiqsak, to'g'ri, bugungi mavzularimiz dolzarb, bu narsalarni qayta ko'rib chiqib, bu narsalar ustida ko'p ishlashimiz mumkin. Bu berayotgan savolligisi va bu mavzuga yechimli o'ylaymanki, ota-onani zeriklikka tortadi. Chunki nima deyshadi? Hali bola kichkina, hozir tegmagin va hozir bilib bilmay psixologlarimizga ham tosh otib qo'yishyapti. Ya'ni bola shaxsiyati unga tegish mumkin emas, unga erkalik bo'lishiga ruxsat berishimiz kerak, uni fikrini hurmat qilishimiz kerak. Hech qaysi asrda, hech qaysi avlodda, hech qaysi bir oilada erkalangan farzanddan hech kim rahmat topmagan. Shuning uchun erkalanishni ham me'yori bor. Kecha bir ota keldilar. Ko'p suhbatlarga kelib turishadi. Buni yaxshi to'g'ri ko'rsatma berganimiz uchun otalar majlisi ham bor, otalar darsi ham bor, faol qatnashishadi. Chunki muammoni bilishyapti, yechim berishga harakat qilishmoqchi. Chunki har bir ota-ona bolasini rivojlanishini, uni o'sha komil bola bo'lishini xohlaydi. Xo'p, shu yerda bitta ota aytayotdilar, meni ayolim bolam bilan to'g'ri tarbiyalamayapti, u bilan baravar urushadi. Xuddi ana kundoshga o'xshaydi deydilar. Bu ota qiz tarbiyalayaptilar. Xo'p, bu yerda hozir ayollarini tarbiyalash uchun menga olib sizlarga murojaat qilmoqchilar-da. Ya'ni ayolimni ham tarbiyalab bering. Oilada tarbiyalovchi va oila boshi agar ota rolida ota qolsa, ona rolida ona qolsa va bola rolida bola qolsa, bu oila mustahkam, sog'lom oila hisoblanadi. Va shu yerda bitta keys bilan bu narsani hal qildik. Ya'ni otaga agar ayollarni ayol rolida ko'ra bilib, o'sha bolalariga, ya'ni qiz farzandni ayolni o'rniga qo'yib qo'yganlar-da. Hamma narsa qizga mumkin, qizni aytgani bo'lishi kerak, qizga ayollari, ya'ni qullik qilish kerak. Aytganini qilib berish kerak, yig'latish kerak emas, kasal qilish kerak emas. Ya'ni shu narsani bola oldida talab qiladilar. Va bu albatta bolani tarbiya buzilishiga va onamga otam ruxsat berdi, men ham unga aytganimni qildirishim kerak, qaysarligimni o'tkazishim kerak. Ya'ni ona va bola o'rtasidagi chegarani buzilishiga olib keladi. Va bu ortiqcha mehr
ayol oldida ham gormon buzilishi va bu albatta kortizol ko'payib ketishiga, gormonlarni buzilib ketishidan asabiylashish holati kuzatiladi va ayol o'z eridan ololmagan mehrini bolasida ko'rgandan keyin bu yerda albatta tabiiy qizg'anish holati kuzatiladi. Shuning uchun har bir rol, har bir jarayon va to'g'ri chegara bu juda muhim. Bu ham bir alohida mavzu. Zumradxon, Neuralink korreksion markazingizda shu yuqoridagi gaplashgan mavzularimizga qanaqa yechimlar bor? Hozir aytib o'tganimizdek, suhbatimiz davomida, ya'ni konsultatsiya jarayoni, biz bola holatini tahlil qilib, uni qanday qobiliyatga egani, ya'ni fiziologik holatidan aqliy yoshi necha yoshligini aniqlashtirib beramiz va aniq uyda qanday ish olib borish kerak va mashg'ulotda qanday ish olib borish kerakligi bo'yicha onalarga ko'rsatma beramiz. Markazimizni afzalligi, biz aynan bola rivojlanishida faqat bola bilan emas, ona bilan baravar ish olib boramiz va bu jarayonda 4 ta kompleks dasturimiz bor. Ya'ni boya so'raganingizdek yosh holat. Bizada birinchi nut chiqarish dasturi bu guruhli kompleksli dastur bo'lgani uchun bolalar 3 soat mashg'ulotda qoladi va bu yosh davriyligi 2 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolajonlar nut chiqarish dasturida bo'ladi. Keyingi dastur esa bolalarni bog'langan nutqni rivojlantirish. Ya'ni nutqi chiqqan bola to'liq gapirib ketmagan holat, bu holatda ham logoped, defektologlar va korreksion mutaxassislar ish olib boradi. Shuning uchun bu ham 4 yoshdan 5 yoshgacha davrdagi bolajonlarda ishlanadi. Endi keyingi davr esa maktabga tayyorlov davri. Aynan korreksion maktabga tayyorlov davrida biz tashxisli bolalarni ommaviy maktabga tayyorlab beramiz. U aqli zaif bo'lishi mumkin, u har qanday diagnostik bolajonni tashxis qilish holatida diagnostikada aniqlanadi va bola holatiga qarab ommaviy maktabga tayyorlab berish etapi bor. Va boya aytib o'tganimdek, ya'ni shu vaqtni bilib bilmay o'tkazib yuborgan ota-onalarimiz uchun korreksion maktab dasturi bu 12 yoshgacha bo'lgan bolalarni qamraydi va bu bolalarni o'sha qaysi sinfga kelgan bo'lsa, qaysi holatdaligiga qarab o'sha maktabga ommaviyga faqat bir sinf past yoki o'sha sinfiga, ya'ni ko'nikma olishiga qarab to'g'ri moslashtirib beramiz. Katta yoshdagi bolalarga va o'spirin bolalarimizga esa mehnat layoqatiga moslashtirib, ularni kasbga yo'naltirib, kasbda o'z o'rnini topib ketishi uchun ularga soprovождение, ya'ni birga hamkorlik ishlarini olib borib, ularni kasbga yo'naltirib beramiz va bu bilan barcha jarayonlar qamrab olinadi. Eng katta o'quvchimiz 85 yosh. Ya'ni biz 85 demak 85 yoshda ham sizga murojaat qilishadi. Albatta, har bir yosh davrida bor. Chunki katta yoshli insonlarda hozir mana til o'rganish davrida intonatsiyaga qiynalishadi. Bu davrda ishlaymiz. Va yana aytaman, hammasi ko'p holatda erkaklar tashkil qiladi. Ularda aynan harbiy lavozim, harbiy yo'nalishdagi jarayon bilan ham ish olib boramiz. Xorij tillarini o'rganish davrida ham ish olib boramiz. Katta yoshdagi insonlarda esa afaziya, ya'ni insult kasalligi o'tkazgan insonlarda nutqida nuqson bo'ladi. Shu nuqsonlarni mashqlar orqali nutqni tiklaymiz. Ya'ni nutqi bo'lgan insonlar, ya'ni insultdan keyingi davrda biz reabilitatsiya, korreksiya ishini olib borib, ularni nutqini o'z holatiga qaytarib beramiz. Demak, nafaqat yosh bolalarga, balki jamiyatdagi har bir yoshdagi insonlarga ham foydali tegadigan markaz ekansizlar. Rahmat kattakon hisoblanadi. Muratxon, bugungi juda ham chiroyli suhbat uchun sizga kattakon rahmat va shu hozir bizlarni kuzatib o'tirgan obunachilarimiz uchun Neuralink korreksiya markazidan, ya'ni siz tarafingiz, rahbari sifatida siz tarafingizdan eng yaxshi kommentariyaga qanaqa sovg'a bergan bo'larsiz? Avvalambor bu suhbatimiz manfaatli bo'lsin. Rahmat. O'ylaymanki, bu podkastimizdan keyin ota-onalar o'ziga kerakli maslahatlarni, ma'lumotlarni olishdi. Albatta bu jarayonda bahs bo'ladi, kommentariyalar yoziladi. Eng to'g'ri va hozirgi kun dolzarb kommentariyasi yozgan eshituvchimiz bo'ladimi? Ularga aynan shaxsan o'zimning diagnostika konsultatsiyamni sovg'a qilaman. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Keyingi suhbatlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Sog' bo'linglar.